31-bob. Shukr. Haqiqiy shukr bu bandaning o'z minnatdorligini yaratganga munosib tarzda ifodalashni uddalay olmayotganining iqroridir. Junayd Bag'dodiy aytganlaridek, shukr bu o'zini yaxshilikka loyiq hisoblamaslik. Bu yaxshilikni faqat sezish va payqashgina bo'lmay, balki Allohning yaxshiliklarini itoat bilan qabul qilish va yaxshiliklar faqat qudratli Allohdangina yetajagini anglab yetishdir. Shuningdek aytilganki, shukr bu yaxshiliklarni ehson etuvchi Alloh ekanini qalban his etish hamda minnatdorchilik va maqtovni ifodalash uchun muvofiq so'z topa bilish qobiliyatidir. Shukr Alloh ne'mati. Shukrning o'zi Allohning ne'matidir. Alloh sizga shukr aytish qobiliyatini ato etmasa edi, siz o'zingiz buni bajara olmas edingiz. Oliyjanob kishilardan biri Allohga murojaat etdi. Allohim, shukrimni senga qanday izhor aylayin? Holbuki o'sha shukrim ham yana o'zingning bir ne'mating bo'lsa. Shunda Alloh uning ko'ngliga ilhom qildi. Hozir sen menga haqiqiy shukr etding. Musa alayhissalom Allohga xitob etdilar. Ey Parvardigorim, sen Odam alayhissalomni yaratib unga juda ko'p falon ne'matlarni ato etding. Bularning shukrini u qanday qilib bajo ayladi? Alloh shunday javob berdi. Bu ne'matlarning barchasi men tomonimdan berilganligini anglab yetdi va mana shu ma'rifati uning shukronasi bo'ldi. Hamdu sano. Hamdu sano faqat Allohgagina xosdir. Shukr va maqtovga ham faqat Allohgina munosib va loyiqdir. Solih insonlardan Alloh ne'mat ato etmagan mahalda ham xuddi ne'mat ato etgan mahaldagidek shukr qilish lozimligi haqida va'dalari olingan. Solihlar o'zlarini yaratganga omonat topshirgan yetuk kishilardir. Alloh esa o'ziga omonat qilib topshirilgan narsani saqlaydigan omonat sohibi bo'lib, xiyonatdan mutlaqo pok va mubarrodir. Shuningdek, solihlardan yana Allohga shukr etish lozimligi va insonlarga o'rnak ko'rsatish zarurati bo'lmagan joylarda o'zlarining fazilatlarini oshkor etmasliklari haqida ham va'dalar olingandir. Solihlar saxovat, ehsonkorlik kabi ko'p yaxshi, maqtovli sifatlarni yashirib, ularni Alloh uchun ado etishga intiladilar. Odamlarning maqtovlaridan uyalganliklaridan har xil majlislarga yaqinlashmaydilar. Chunki ular maqtovga loyiq zot faqat Alloh ekanini yaxshi biladilar. Odamlar ularni haqning sifatlari bilan maqtashlarini istamaydilar-da. Imom G'azzoliy maqtovning maqtaluvchiga katta zarar keltirishini, kibrlanishiga, o'zi haqida yuksak fikrda bo'lib qolishiga olib kelishini aytadilar. Ba'zan hatto maqtovdan oshiqcha shodlanib qolish kishining Alloh oldidagi yaxshi amallari bekor bo'lishiga sabab bo'lishi mumkin. Shuning uchun Rasululloh sallallohu alayhi va sallam deganlarki, qachon maddohlarni ko'rsangiz, ularning yuziga tuproq soching. Abu Dovud, Muslim va Termiziy rivoyat qilgan. Yana hadisda aytiladiki, sizlarni maqtaganlarida o'zlaringizning tuproqdan yaralganliklaringizni eslab, kamtarinlikni qo'ldan bermang va maqtovdan hovliqib ketmang. Nuriddin Abu Yahyo, Muslim rivoyati. Janobimiz Abul Hasan Shozali ta'kidlaydilarki, Alloh kimga yaxshilik istasa, nafsining kamolotini uning o'zidan yashiradi. Yaratgan uni shunday pok, ixlosli va chin bandasiga aylantirib qo'yadiki, unda ilohlikka xos bo'lgan sifatlardan nomu nishon qolmaydi. Zarur bo'lganda bandaning nafsi ko'nikkan ilmu ma'rifatidan voz kechishiga to'g'ri keladi. Hatto u narsalar kashf yoki hol bo'lsa ham. Agar Alloh bir bandasidan o'zi rozi bo'lsa,
u holda uning ilmi yo'qligidan yo amalining kamligidan hech qanday ziyon yo'qdir. Shukrning kam darajasi. Olimlar aytadilarki, shukrning eng oz darajasi Allohga til bilan shukr etishdir. Hech bo'lmasa tili bilan shukr ayta olmaydigan odamdan ko'ra zaifroq odam yo'qdir. Bunday shukr keng ma'noda qamrovchi bo'lishi kerak. Allohning ne'matlari uchun til bilan ifodalanadigan shukrning eng yuksak darajasi bandaning shu niyat bilan Fotiha surasini o'qishidir. Uni o'qiyotganda banda Allohning ayni paytda va shu paytga qadar olib bo'lgan va kelajakda oladigan oroziy va samoviy, dunyoviy va uxroviy, ma'lum va noma'lum, moddiy va ma'naviy, oshkor va pinhon barcha ne'matlari uchun shukr etishni chin ko'ngildan qasd qilmog'i lozim. Shu niyat bilan mazkur surani imkoniyatga qarab 1 martadan 100 martagacha o'qisin. Shunda uning nomi shukr qilguvchi mo'minlar qatoriga yozib qo'yiladi hamda bunday yo'l tutgani uchun niyatiga va Allohning va'dasiga muvofiq bundan-da ko'proq ne'matlar bilan taqdirlanadi. Til bilan aytiladigan keng ma'nodagi shukrni ifodalaydigan so'zlarning turlari ko'p. Bunga misol Hazrat payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallamning quyidagi muborak so'zlaridir. Ey Parvardigorim, men senga munosib bo'lgan suratda shukr etishdan ojizman. Seni o'zing vasf etganingday hech kim vasf eta olmas. Oysha roziyallohu anhodan rivoyat qilingan, Muslim, Termiziy rivoyat qilgan. Odam alayhissalom Robbilariga qarata shunday murojaat etdilar. Ey Parvardigorim, o'zing menga qo'l mehnati bilan mashg'ul bo'lmoqni o'rgatding. Endi esa menga barcha maqtov va shukrni o'z ichiga olgan bir so'zni o'rgat. Alloh u zot alayhissalomga vahiy qildi. Ey odam, har tong va shomda 3 martadan shunday degin. Alhamdulillahi robbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu va yukafi mazidahu. Ma'nosi: olamlar Parvardigoriga barcha ne'matlarni qamrovchi va bergan oshiqcha ehsonlarga kifoyat bo'lguvchi hamd va sanolar bo'lsin. Bu so'z barcha tasbih va hamd va sanolarni o'zida jamlagandir. Shokir shukr etuvchi bilan shakur, juda shukrlining farqi shundaki, shokir Allohning ne'matlari uchun shukr etuvchi kimsadir. Shakur esa Allohning ne'mati unga yetmagan mahalda ham shukrini kanda qilmaydigan kishidir. Dar haqiqat har bir ne'mat uchun uning o'ziga muvofiq shukr mavjuddir. Ko'zning shukri haromga hamda birovlarning nuqsoniga qaramaslikdir. Quloqning shukri noo'rin va g'iybat so'zlarini tinglamaslik. Qo'lning shukri haromdan tortilishda, oyoqning shukri haromga yurmaslikda ifodalanadi. Boshqa a'zolarning shukri ham xuddi shu singaridir. Shukrning haqiqati Allohning senga bergan turli ne'matlaridan kerakli joyda o'rinli foydalanishingda zohir bo'ladi. Mol va mulk, badan, insonning tamomiy ichki va tashqi a'zolari shular jumlasidandir. Shuning uchun bu ne'matlardan mabodo noo'rin va nomuvofiq foydalangudek bo'lsang, unga noshukrlik qilgan kimsa bo'lasan. Har kor va holda shukr. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam shunday xabar bergan ekanlar. Jannatga kirish uchun birinchi bo'lib chaqiriladiganlar torlikda ham, kenglikda ham Allohga shukr qilaveradigan hamd aytuvchilardir. Dorimiy Imom Suyuti rivoyati. Boshqa rivoyatda shodlikda ham, musibatda ham Allohga hamd va sano aytuvchilar deyilgan ekan. Shuningdek, Hazrat payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam alhamdulillah shukrning barcha ne'matlar uchun ekanligini anglatadi deb o'rgatgan ekanlar. Bu ma'noda Siri Saqati hikoyat qilgan ekanlar. U kishi aytibdilar: bir marta alhamdulillah deganim uchun 30 yilki Alloh taologa istig'for qilaman. So'rabdilarki, nima voqea bo'lgan? U kishi aytib bergan ekanlar: bir mahal Bag'dodda katta yong'in chiqdi.
Shunda bir kishi mening oldimga kelib, "Sening do'koning omon qoldi" degan edi, men beixtiyor alhamdulillah deb yuboribman. Mana 30 yildan beri shu so'zimning hijolatini tortaman, chunki boshqa mo'minlarga musibat yetib turgan bir mahalda men o'z foydasini o'ylagan bir kishiday bo'lib qolgan edim. Hasan ibn Ali roziyallohu anhuning Ka'ba burchagida Allohga yuzlanib shunday deganlarini eshitishgan ekan. Ey Allohim, sen meni ne'matlar bilan e'zozlading, men shukr qila olmadim. Sen meni baloda sinading, men sabr qila olmadim. Sen meni noshukrligim sabab ne'matlardan mahrum etmading va sabrsizligim uchun balolarga giriftor qilmading. Ey Robbim, saxovat sohibidan saxovatdan o'zga nima ham kutish mumkin? Amri ma'ruf va nahy munkar. Amri ma'ruf va nahy munkar yaxshilikka chaqirish va yomonlikdan qaytarishdir. Ibn Abbos roziyallohu anhudan rivoyat etiladiki, u kishi Rasululloh sallallohu alayhi va sallamdan so'rabdilar: "Ya Rasululloh, o'tmishdagi ummatdan bir qismiga yer qimirlashi bilan azob berildi. Tuproq ostida qoldilar. Ularning oralarida solihlar ham bor edimi?" Hazrat payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam javob berdilar: "Ha, shunday. Solihlar ham birga halok bo'ldilar, chunki Allohga isyon bo'lgan vaqtda jim turgandilar." Tabaroniy rivoyati. Shuningdek, Rasululloh sallallohu alayhi va sallam marhamat qiladilar: "Qiyomat kuni ummatimdan bir toifa maymun va to'ng'iz suratida tiriltiriladi. Bular fosiqlar oldida xushomad qilib, qodir bo'lganlari holda ularni jurmu isyondan qaytarmagan kishilardir." Jumladan yana Allohning Rasuli sallallohu alayhi va sallam Abu Hurayra roziyallohu anhuga shunday degan ekanlar: "Ey Abu Hurayra, amri ma'ruf, nahy munkarni kanda qilmagin hamda musibatda sabrli bo'l." Bayhaqiy Xotib rivoyat qilgan. Imom Abu Said Xodimiy Al-Bariqatul Mahmudiyya kitobida yozadilar: Qo'shtirnoq ichidagi murosachi maddoh deb shariatda yomon ishlardan qaytarishga qodir bo'lgani holatda kimningdir yo kimlarningdir yuz xotiridan yoxud dinga nisbatan beparvoligi sababidan qaytarmagan kishini ataydilar. Imom Barkaviy At-Tariqatul Muhammadiyya kitobida aytadilarki, bunday murosachilik harom taqiqlangandir. Shuni bilingki, agar masala zulm va nohaqlikni oshkor etgan holda haqiqatning qaror topishiga xizmat qilishga daxldor bo'lsa, indamay kuzatib turish durust ish emas. Nohaqlik oldida indamaslik soqov shaytonning ishidir. Fosiqu gunohkorlarni ma'qullab, ruhlantiradiganlar qiyomat kuni to'ng'iz va maymunlar qiyofasida tiriltiriladilar. Yaxshilikka targ'ib etuvchi, yomonlikdan qaytarguvchi kishilardan bo'lishga intiling. Shunday qilsangiz, mana bu hadisi sharifdagi bashoratdan shoyatki siz ham nasibador bo'lsangiz. Yaxshilikka dalolat qilguvchi go'yo uni bajargan kishi kabidir. Buraydadan rivoyat qilingan Ahmad rivoyati. Din ko'rsatmalarini bajarishga kelganda ta'na dashnomlardan qo'rqmang. Bilgan ilmingizning hech bo'lmaganda 10dan biriga amal qilishga harakat qiling. Imom Termiziy Abu Hurayra roziyallohu anhudan Hazrat payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallamning: "Siz sahobalar shunday bir zamonda yashamoqdasizki, din amirlarining 10dan bir qismini tark etgan holatingizda ham halokatga uchragaysiz. Hali shunday zamonlar keladiki, din amirlarining loaqal 10dan bir qisminigina bajargan kishi ham najot topadi" deganlarini rivoyat qilgan ekanlar. Shunday kishilar borki, nohaqlik va botilni o'z so'zlari bilan tuzatadilar. Ular olimlardir. Ular dag'allik va kibr bilan emas, balki o'zlarining odoblari va xushmuomalaliklari bilan ahvolni butunlay yaxshi tomonga o'zgartirib yuboradilar.
Yana shundaylar ham borki, nohaqlik va zulmni o'zlarining qalblari bilan isloh eta oladilar. Ular yetuk shayxlar va komil avliyolardir. Mening sayyidim janob Ibrohim Matbuli derdilar. Shariatga xilof narsani qo'l kuchi bilan tuzatish bu boshqaruvchi hokimlar va ularning xodimlari burchidir. Til, nasihat bilan o'nglash bu sohibamal bo'lgan ulamoga xosdir. Qalb vositasi bilan isloh etish esa so'z arboblari, karomat sohiblarining ishidir. Bolalarim, shuni yaxshi tushunib olishingiz kerakki, bunday ishni uddalay olmaydigan kishining bu ishga aralashishi biron bir betartiblikka sabab bo'lib, yaxshi natija bermasligi mumkin. Shu bois, muridning ishi biron bir aniq ko'rsatma bo'lmasdan turib, nohaqlikni bartaraf etish uchun o'zboshimchalik bilan kirishib ketmaslikdir. Naql etadilarki, bir yoshlar jamoasi bo'lib ular Allohga ibodat va halol luqma uchun mehnat bilan mashg'ul edilar. Shayton har gal ulardan birini yo'ldan urish uchun yaqinlashmoqchi bo'lganida buning uddasidan chiqolmay kuyib ketardi. Bir gal mazkur jamoa yig'ilib Allohni zikr etayotganlarida shayton ularning yaqinlarida bo'lgan ikki buzg'unchi guruhni bir-birlariga qayrab qo'ydi. Ular bir-birlarining qonlarini to'kib savalasha boshladilar. Shayton bu bilan haligi zikr qilib o'tirgan yoshlarning betartiblikni bartaraf etish uchun shoshilishlarini ko'zlagan edi. Chunki ular bu qilayotgan ishimizdan ko'ra insonlar orasida isloh qilishimiz muhimroq deb o'ylashlari tabiiy edi. Shunday bo'ldi ham. Ular zikrni qoldirib, urushayotganlarni ajratish uchun otlandilar. Buzg'unchilar esa ularning o'zlariga tashlana boshlashdi. Natijada solihlar zikrlaridan chalg'ib qoldilar. Shayton murodiga yetganidan behad shod bo'ldi. Zero u zikr majlisini tarqatishdan o'zga narsani ko'zlamagan edi. Kitoblarda yozilishicha, kimdir solihlardan birining huzuriga gunohkor qo'shnisidan shikoyat qilib kelibdi. Solih zot undan so'rabdi. Uning gunohdan qaytishini so'rab, loaqal bir tunni bedor o'tkazdingmi? Kelgan odam yo'q deb javob bergach, shayx unga dedi: "U holda bir haftani bedor o'tkazib, uning haqqiga Allohga iltijo bilan yaxshi duolar qilgin. Shoyatki shunda Alloh uni tavba qilishga undasa, mabodo shunday qilganingdan keyin ham u insofga kelmasa, bilginki sening o'zing undanda yomon ekansan. U holda o'z nafsingni yaxshilashning tadbirini qil."